Dunyoda shunday davlatlar bor. Stress, depressiya kam yoki yo'q desa ham bo'ladi. Bular Finlandiya, Islandiya, Daniya va Yangi Zelandiya kabi davlatlar hisoblanadi. Ya'ni bu davlatlarda stress deyarli yo'q, statistik ma'lumotlarga qaraganda. Buning sababi nima ekanini deb ChatGPT yoki Google ga yozsangiz, bu davlatlar asosan tabiat, hayvonlar, ya'ni mana bunday tabiat bilan hamohang ekanligiga ko'zingiz tushadi. Sababi bu davlatlar yashil makon, yashil davlatlar, o'rmonlar tabiiy holatda saqlanib qolgan hisoblanadi. Xususan Hobbit, Uzuklar hukmdori, shunga o'xshash Garri Potter kabi kinolar yashil joylarda, mana shunday Yangi Zelandiya kabi hududlarda tasvirga olingani ham bejiz emas. Sababi tabiatlar tabiiyligini va yam-yashilligini saqlab qolgan hisoblanadi do'stlar. O'zim ko'p savol berdim. Bir necha kunlar oldin, nega qishloqqa kelsam, mana bunday joyga kelsam, ko'proq stress yoki depressiyadan kamroq tushaman stressga. Yoki deyarli tushmayman. To'g'ri, pul yoki xullas ko'rib turganingizdek pul yoki rivojlanish texnikalarisiz bo'lsa ham odam sal o'zini emin-erkin his qiladi. Shaharga borsangiz esa, shaharda texnika, hamma joy insonlar bilan gavjum, muloqot ko'p bo'lsa-da, lekin hamma o'zini dardi bilan o'zi ovora. Ya'ni shaharda ko'proq depressiya, stressga tushish ehtimoli moyilligi ko'p. Sababi hamma narsa qimmat, narx-navo qimmat, ishsizlik kabi shu kabi omillar stress, depressiyaga ko'proq tushiradi. Yuqorida sanab o'tilgan davlatlarim ichida ham to'g'ri, ishsizlik muammosi kam, ta'lim yuqori, lekin yana bir asosiy muammolardan biri mana bunday tabiat bilan hamohanglik yo'qligida deb o'ylaymiz. Shuni tushunib yetdim. Yana kim fikrlari bilan qo'shiladi? Hop. Mana shunday bir-biridan qiziqarli ma'lumotlar berishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videoroliklarimizni like bosing, qo'shilganlar like bosib qo'ylasin.